har kuni beriladigan savollarga bitta qilib video qilib javob berib qo'ymoqchiman. Ya'ni nima? Kobalt oldim, yangi kobalt olganman, lekin telefonimga Bluetooth'ni ulolmayapman. To'g'ri, buni birinchi marta kobalt haydaydigan akalarimiz bo'lsa, Bluetooth'ni sal ulashni tushunmay turishlari mumkin. Buni hech qanday uyat joyi yo'q. O'shani ham erinmasdan sizlarga video qilib tushuntirib o'tib ketaman. Qaranglar, birinchi o'rinda magnitofonni yoqqan paytlaringga mediani bosasizlar. Knopka mediani bosganlaringdan keyin birinchi knopka emas, ikkinchi knopkani bosasizlar, podключенияni bosasizlar. Keyin bu birinchi knopkani bosasizlar, добавitga. Добавitga bossalaring, ana shunday yozuv bo'lib turgan holatida bu yerda telefonlaringni olasizlar-da. Telefonni olib Bluetooth qidirtirsalaring, Chevrolet degan yozuv chiqadi mana. Chevrolet bossalaring. Установка ketdi. Bo'ldi, уже установка bo'ldi. Ana endi установка bo'lgandan keyin mana yerda razрешениeni bosib qo'ysalaring, muzikaga kirasizlar. Mana muzikani ulaysizlar. Bu yerda muzika aytaveradi. Xullas, buni ham ma'lumot o'rnida aytib o'tib ketmoqchi edim, chunki juda ham ko'p har kuni 2-3 ta odam telefon qilib Bluetooth ulolmayapman qanday o'ylaydi. Mana buni yangi kobalt olgan tanishlarga jo'natib qo'yinglar, Bluetoothga ulolmay yurishgan bo'lsa, zero mana shu videomiz foydali bo'lib qoladi. Sog' bo'linglar, chatlamanglar.